Assalomu alaykum. Marhamat, a'zolari. Milliy Kengashlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Konstitutsiya komissiyasining Majlisda kengash a'zolaridan 17 kishi bugungi majlisning tartibi Konform Abduşkur Abdülcanaroğlu'nun Bölükte yolunun dolayı analitik asasını göstereceğine sadece bir şartlardan yok kullanılan sanatçının kısımdan farklısından tartışılır. Mağlusları, dünyalarla görüşecek aslında yoktur. İlgi derecesine oluşturuyor, aslında disiplinasi çıkmayız. İş, mazorlu bir bağlı Özbekistan'da bir üniversiteden açtığında takdirde sıkıntı bir arkadaşla yapanlar yok. Sağlıklar aslında değil. Aslında arkadaşlar, ne var Özbekistan başkanlıkta kullanmalı. Ne var Özbekistan kullanmalı. İlerişler Özbekistan personel hareketinden sunumlar hareketinden gösteriyor. İdare başkanında da ekranı sağlıyor. Mesela düşünen mesela şu tarafı koyacak. Ortasında geçiyorsunuz. Tamam. Kalabalık sonuçlar Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. G'afurov Abdushkur Abdujalolovlar 1994-yilda Toshkent shahrining Yunusobodida tug'ilgan. 2017-yilda O'zbekiston Milliy universiteti bakalavr bosqichini va 2021-yilda O'zbekiston Milliy universitetining magistratura bosqichini tamomlagan. 2023-yilda hozir kungacha O'zbekiston Milliy universiteti analitika kafedrasi doktoranti. Dissertatsiya mavzusi Standard va Titan Tool yo'llarida sarxun spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Dissertatsiya bajarilgan tashkilot O'zbekiston Milliy universiteti. Rahbar kimyo fanlari doktori professor Tumanova Zulayha Hasanaliyeva. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 11 ta ilmiy ishlardan tayyorlangan ilmiy nashrlarda 5 ta ilmiy maqola, jumladan 3 ta respublika va 2 ta xorij fanlarida, 6 ta tezis, jumladan 3 ta xalqaro va 3 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida nashr etilgan. Dissertatsiya ishining dastlabki muhokamasi 15-dekabr 2025-yilda O'zbekiston Milliy universitetining kimyo fakulteti analitik kimyo kafedrasining 9-sonli kengaytirilgan ilmiy seminar majlisida muhokama qilingan. Bayonnoma majlis raisi kimyo fanlari doktor professor Murodov Yaronakinov tomonidan imzolangan. O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Tahlilchilar dotsent vazifasini bajaruvchi Sayfiyev. Seminar G'afurov Abdushkur Abdujalolovning Standard Titan Tool yo'llarini sarxun spektroskopik aniqlash uchun ishlab chiqish mavzusidagi dissertatsiya ishini 02.02 analitik kimyo ixtisosligida kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun Mirzo-Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy kengash ilmiy darajalar beruvchi DSK 03-2025-27-12 raqamli ilmiy kengashning ilmiy seminari tavsiya etgan. Dissertatsiya muhokamasi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi tegishli raqamli ilmiy kengashning 02.02 analitik kimyo ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminarining 2026-yil 30-apreldagi birinchi sonli majlisda muhokama qilingan. Majlis bayonnomasi ilmiy seminar raisi Yo'qollar doktor professor Murodov tomonidan imzolangan va Mirzo-Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Tahlilchilar kimyo fanlari doktor professor Sultanov Marat Muqdayevich va PhD dotsent Rahimov Samaroddin Muqaddirovich. Seminarda G'afurov Abdushkur Abdujalolovning Standard va Titan Tool yo'llarining sarxun spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish mavzusidagi dissertatsiya ishini kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun Mirzo-Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi tegishli raqamli ilmiy kengashda himoyaga tavsiya etilgan. Dissertatsiya muhokamasi davrida ko'rsatilgan kamchiliklar inobatga olingan va tuzatilgan. 2026-yil 3-iyun kuni O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi tegishli raqamli ilmiy kengash himoyaga qabul qilingan. Tashkilot sifatida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va umumiy organik tanlangan. 10-iyun 2026-yilda dissertatsiya ishi va aksariyati ma'lumotlarda topshirildi.
G'ofur Batishga Jaloliddinning falsafa doktor PhD dissertatsiya himoyasi haqidagi e'lon 2026 yil 18-iyunda OAK.uz veb-saytida va O'zbekiston Milliy axborot agentligining rasmiy veb-saytida 2026 yil 27-iyunda e'lon qilingan. Shuningdek, 2026 yil 18 kuni dissertatsiya referati ilmiy kengashning veb-saytida hamda 26-iyunda Diyonet axborot tarmog'i portaliga joylashtirilgan. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi va referati umumiy yo'nalgan kimyo instituti kengaytirilgan ilmiy seminarida muhokama qilingan. 2026 yil 26 kun Y6 sonli bayonnomada qayd qilingan. Ilmiy seminar raisi texnika fanlar doktor professor Azizov, ilmiy kotib kichik ilmiy xodim Bayrayeva tomonidan imzolangan va umumiy kimyo instituti direktori professor Ibragimov tomonidan tasdiqlangan. Shaxschilar umumiy inorganik kimyo instituti nano va kompozitsion materiallar laboratoriyasi mudiri kimyo fanlari doktori professor Yosipov tomonidan berilgan taqdirda dissertatsiya ishi ijobiy baholanib, unda ishning dolzarbligi, ilmiy yangilikka olingan natijalarning asoslanganligi va amaliy ahamiyati ko'rsatilgan. Assalomu alaykum. Ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari va bugungi yig'ilish ishtirokchilari. Dissertatsiya boshqa yozgan sababli ruxsat bersanglar, ma'lum so'zlar qilsam. Итак, тема моей работы – это разработка сорбционно-спектроскопических методов определения ионов СКНГ-3 и титана-4. Итак, стратегии развития Узбекистана 2030 указывает, что эффективное использование местной нефтяной базы, и для того, чтобы это улучшить, планируется запустить 76 проектов на сумму $2,6 миллионов по добыче 28 металлов, среди которых чисто титан и скандий. А также указано президента по охране окружающей среды отмечено то, что требуется улучшать и работать новые методики определения разных ионов в окружающей среде для улучшения. Итак, в Узбекистане были отмечены месторождения минералов титан и скандий. Итак, в Нуратинском горной системе найдено месторождения таких минералов титана, магнетит и ильменит, которые содержат титан, а также минералы титана были найдены на центральном позвонке. Отмечено, что в Наваистском горно-металлическом комбинате, где добывается золото, а также уран, скандий встречается в качестве попутного компонента. В этой карте мы можем видеть места, где были найдены месторождения разных элементов. Можем видеть, что близко к Ургенчу найдены месторождения, где можно добывать железо, титан, ванадий. То есть Узбекистан имеет хорошую сырьевую базу, которая позволяет ему добывать редкоземельные металлы. Итак, по поводу применения этих металлов. Титан, благодаря своей прочности и легкости, применяется для изготовления фюзеляжей и других деталей для самолетов. А также из-за его устойчивости к коррозии он нашел широкое применение в изготовлении палубных каркасов судов. Скандий тоже обладает высокой прочностью, а также легкостью, благодаря которому из него изготавливаются различные сплавы,
а также сканер применяется в производстве ламп, которые применяются для освещения телестудии и спортивных комплексов. Цель нашего исследования – это разработка фракционно-спектроскопических методов определения ионов скандия-3 и титана-4 в объектах окружающей среды с использованием органических реагентов. Объект исследования – это выбранные различные объекты окружающей среды, содержащие ионы скандия-3 и титана-4, природные точные воды, модели образцы, а также фракционно-спектроскопических методов. Предмет исследования – это ионы скандия-3, титана-4, реагенты оксаназа-3 и фенилкрасные, их спектральные характеристики, а также закономерность разработки фракционно-спектроскопического метода определения их соединений в объектах окружающей среды. В этом слайде показаны задачи нашего исследования. Если рассмотреть коротко, нашей главной было это разработка методики, по которой можно фракционно описать ионы скандия-3 и титана-4. И для этого нам требовалось получить их комплексы для получения аналитического сигнала, а также установить области, при которых они подчиняются закону Бугера-Бера, чтобы мы могли определять их концентрации. И в конце, чтобы убедиться в точности метода, мы сравнили результаты полученного исследования с другими методами. А также здесь показаны приборы, с помощью которых мы проводили наши исследования. Итак, качественную реакторную ионы скандия-3 и титан-4 дали 3 реагента. Это у нас арсеназа-3. Он дал реакцию ионы скандия фенилфлуорон. Он дал качественную иону титана, а также фенилкрасный. Он дал качественную иону титана-4. В этом слайде приведены спектры светопоглощения самих реагентов, а также комплексов, которых они образовали в взаимодействии с ионами металла. Итак, первый спектр, он показывает спектры светопоглощения для реагентов красным, а также его комплексы с ионами титана-4. На втором графике спектры приводятся для реагента арсеназа-3, а также его комплексов с скандием-3. И самый последний спектр, он показывает поглощение реагента фенилфлуорон, а также его комплексов с ионами титана-4. Здесь в таблицу мы собрали главные сведения о зонах максимального светопоглощения и среде pH, при которой мы получали комплексы. Далее мы провели анализ по определению состава комплекса, то есть мы хотели узнать, в каком соотношении реагенты и ионы металла будут комплекснее. И в случае каждого комплекса данное соотношение оказалось 1 к 1, то есть во всех 3 комплексах металл или газ образовали комплекс 1 к 1. В этом слайде отображена информация о областях, при которых комплексы, полученные в растворе, подчиняются закону Бугера-Бера. Здесь мы можем видеть, что если получить комплекс непосредственно в растворе, мы можем определять ионы титана-4, начиная от 80 микронейтов до 140 микронейтов. Если применить реагент фенилфлуорон, то область подчинения меняется, и она составляет от 60 микронейтов до 160 микронейтов. В случае применения реагента арсеназа-3, область подчинения законов Бугера-Бера начинается от 50 микронейтов и до 120 микронейтов.
Далее, чтобы улучшить аналитические процессы нашей методики, мы начали сервировать реагенты на волокно. Этот слайд показывает абсорбцию реагента полнокрасно на различные волокна. И в этом слайде разница пиков показывает, насколько хорошо абсорбент данный реагент. Как можно видеть, шелковый флюорин оказывается самым лучшим абсорбентом для реагента полнокрасного. В этом слайде приводятся данные абсорбции реагента ациназа-3. Как видно по пикам, самая большая разница пиков наблюдается при применении шелкового флюорина, и из-за этого мы считаем шелковый флюорин как лучший абсорбент для реагента ациназа-3. Итак, этот слайд показывает соотношение характеристики фенилфлуорона на различные сорбенты. В данном анализе фенилфлуорон хорошо реагирует на волокна КПД. Итак, этот слайд показывает выбор оптимальной pH среды для проведения иммобилизации. Как можно видеть из таблицы, для иммобилизации реагента полнокрасного шелкового флюорина оптимальная среда pH 4,6. Также мы можем использовать от pH 4 до pH 6,2. Для иммобилизации реагента ациназа-3 на фибрин самая оптимальная среда это pH 4,2. А для фенилфлуорона, опять же, при pH 4 наблюдается самая лучшая абсорбция реагента на волокно. Итак, в этом слайде есть информация о том, что какое время является самым оптимальным для проведения абсорбции. Итак, у нас полнокрасный при абсорбции на шелковый флюорин показал почти что максимальную абсорбцию при 22,5 минут. Для абсорбции ациназа-3 на шелковый флюорин потребовалось 25 минут, а для наилучшего ослабления на волокна КПД потребовалось 10 минут. Итак, когда мы изучили спектры отражения для нового волокна, а также после его модификации реагентов и после получения комплекса, мы заметили то, что пики с отражением для комплексов имеют небольшое смещение, фотохронное смещение. Мы объясняем это то, что после мобилизации молекулы реагента уменьшаются колебательные или вращательные движения, для чего мы замечаем данный пик. Итак, здесь отображаются максимум поглощения и отражения. Итак, в случае волокна модифицированного реагента ациназа-3, после иммобилизации мы заметили, что спектр отражения сместен на область 615 нанометров, а в случае полнокрасного на шелковый флюорин смещение идет до 585 нанометров. Итак, данный слайд показывает константу устойчивости комплексов, а также нижнее определение при использовании иммобилизованных реагентов, соотношение металла-лиганда, а также значение лог и лог. Итак, в этом слайде приведены области, при которых реагент иммобилизован на волокна подчиняется, то есть комплекс подчиняется закону Бургера-Меккесбера. Итак, после иммобилизации у нас область подчинения закону начинается от 5 микрон на литр до 33 микрон на литр. В случае титана данная область начинается от 8 микрон на литр до 48 микрон на литр. И здесь мы можем увидеть, что область сместилась в более низкие концентрации, и мы отметим, что после иммобилизации чувствительность метра возросла примерно в 10 раз.
Итак, данный слайд показывает результаты ИК-спектроскопии исследования. Итак, здесь мы отметили то, что после иммобилизации реагента ИК-спектр он получил новые пики, которые характерны для двойной связи между углеродами на безлунном кольце, для диазогруппы, а также двойной связи между серой и кислородом, которые нам говорят, что наш реагент, содержащий данную функциональную группу, был в действии иммерсии на волокна, а также, когда мы провели ИК-спектроскопию комплекса, мы там отметили небольшое смещение пика диазогруппы, а также там появился новый пик, который хотел достичь там О. Этот слайд показывает спектроскопические исследования волокна шелкопипраина, иммобилизованный атом 3 и его комплекса в своем скане 3. Здесь тоже мы можем заметить то, что после иммобилизации волокна ИК-спектр три пики, которых характерны для реагента, а после комплекса образования мы получаем новый пик, который характерен для станции О. Итак, ИК-спектроскопия фибраина, а также после иммобилизации фенилсарона и после получения комплекса, опять же, подтвердила иммобилизацию реагента, и в конце мы получили характерный сигнал для связи с О. Итак, результаты сканирующей электронной микроскопии тоже подтвердили то, что наше волокно образует комплекс с ионами титана, и в составе волокна после комплекса образования масса элементов титана составляет 2,8%, что подтвердило то, что наш волокно содержит титан и образует комплекс. Точно так же сам анализ волокна после получения комплекса со сканзием подтвердил то, что в нем содержится сканзий, и его массовая доля составляет 6%. Рентгенофлуоресцентный анализ тоже подтверждает наши предположения о том, что наши волокна образуют комплекс с титаном и его сформируют, потому что мы после анализа комплекса заметили, что массовая доля элементов титана на волокнах составляет 2,49%. Итак, после рентгенофлуоресцентного анализа волокна после комплекса образца сканзием, мы опять же отметили, что анализ показал то, что после комплекса образования на волокне содержится сканзий, и его масса доля составляет 6,18%. Итак, данный слайд показывает традиционно спектроскопические определения ионов титана в различных искусственных смесях. Так, здесь мы можем видеть то, что при использовании методики она дает очень достоверные результаты и не допускает среднего отклонения выше, чем 0,131. Так, в этом стадии показан анализ более сложных искусственных смесей. Итак, и исследовательно я могу сказать, что в нашей работе, когда мы определяли ион титана 4, мешающее воздействие оказывали катион железа 3+, катион хрома 3+, а также частично алюминий 3+. Итак, сорбционное определение ион титана 4 в реальных объектах при применении методики тоже дало хорошие результаты. Итак, проанализировав наши результаты, мы поняли, что методика имеет
хорошее значение среднего окна, они довольно невысокие, и методика работает довольно хорошо. Итак, здесь асканзии. Санкционно-спектроскопическое определение ионосканзии в искусственном смысле. Здесь мы опять же провели анализ по определению ионосканзии, применяя другие металлы, то есть образуя смеси. И методика при данном анализе показала хорошие результаты. Так, при анализе тайных и более сложных смесей методика дала, опять же, хорошие достоверные результаты. И при определении катион сканза 3 решающее воздействие было оказано со стороны катиона железа 3 и хром 3+. При применении методики для анализа реальных объектов она, опять же, дала хорошие достоверные результаты, не допуская сигнал выше, чем 0,084. Итак, в данном слайде приводится оценка конкурентоспособности метода санкционно-спектроскопического определения ионов-тканей 3 стан 4 в техногенных вводах методом спектрфотометрии. Итак, когда мы применяли разработанную нами методику, среднее значение определенного, средняя концентрация определенного металла составила для сканза 7 микрограмм, а для титана 12 микрограмм. В том числе стандартные методы спектрофотометрии дали для сканза 4,8, для титана 13,8. Итак, здесь все критерии показали хорошие значения, и это подтвердило то, что наша методика работает довольно-таки хорошо. Выводы. Первое. Для определения ионосканзия и титана предложены селективные органические реагенты арсеназа 3 и промокрасных. Рекомендованы иммобилизация данных реагентов на сорбенции из фиброина, шелка, кислой сырье. Второе. На основании спектроскопических исследований определены оптимальные условия комплекса образования ионосканза 3 и титана 4 с иммобилизованными реагентами арсеназа 3 и промокрасных. При этом доказано, что ионосканза 3 образует устойчивый комплекс с реагентом арсеназа 3 при pH 3, а ионосканза 4 с реагентом промокрасных при pH 4,6. Итак, также подтверждено подчинение закону Боди-Ламберта в диапазоне концентрации 5,33 микрометра для сканза 3 и 8,48 микрометра для титана 4. Третье. Равномерное распределение ионов металлов на поверхность фрагмента, а также увеличение статической объемной емкости фрагмента в 10 раз за счет хемосорбции подтверждены современными методами ИК, ТЭМ, рентгенофлуоресценции и электронной микроскопии. Данные методы рекомендуют для определения сканза от 5 микрометров и титан 4 от 8 микрометров в разных объектах обязательной среды. Четвертое. За счет иммобилизации повышена чувствительность реагентов при определении исследованных ионов металлов. Константы точек комплекс, образованных с участием инвазионных реагентов, составляет для титана 5,95 и для сканзия 5,95, для титана 4,48 что подтверждает десятикратное увеличение прочности по сравнению с раствором. С помощью современных структурных методов доказано, что для обеих комплексов соотношение комплекса составляет реагент 1 к 1. Максимум соотношения комплексов в той же фазе батаханов спешных километров по сравнению с раствором, что свидетельствует о уменьшении колебательных и высшего движения молекулы комплекса. Итак, пятое. Разработан санкционно-спектроскопический метод определения сканзия и титана
изучено влияние сопутствующих ионов, которое было устранено с помощью оптимальных маскирующих агентов. Использование иммуногенных агентов при выделении и трансферировании позволит добиться десятикратного повышения чувствительности и селективности. Результаты подтверждены методом валидации, при этом ручное изучение F и T критериев не привезли критических значений, что доказывает отсутствие статистических ошибок. Шестое. Разработанный гибридный сорбционно-специфический метод применен при анализе разных источников вод и смесей, содержащих ионы скан 3 метод сорбционно-специфического анализа используем иммунизм характеристики реагентов, арсенал красный, прошел исследование в аналитических работах Аксенского общества электрохимии и Узбекско-корейского совместного предприятия ООО «МОКСА». Данный метод рекомендуем к применению для анализа вод, содержащих ионы сканза и титана. Спасибо за внимание. So'z uchun rahmat sizga. Demak, biz ishlab chiqqan usulimiz namni analizni vaqtida biz birinchi namni analizni ko'rdik va shunda masalan skandiy analiz qilganimizda o'sha bizning metodikamizni o'sha namlarda skandiy o'rtacha miqdori 7 mikrometring ko'rsatdi. Shu vaqt o'zida amalda ishtirok etgan metodika skandiy amaldagi metodikasi ushbu namni analizda 4-8 mikrometr najam berdi. Titan bo'yicha bo'lsa biz ishlab chiqqan metodikamizni o'rtacha natija 12 mikrometr tashkil qildi. Amaldagi metodika bo'lsa olingan o'rtacha natija 18 mikrometr teng bo'ldi. Bizning metodikamiz amaldagidan biroz farq natija berganiga qaramasdan bundagi yo'q bo'lgan o'rtacha statistik xatolik amaliyotda kamroq chiqdi. So'z rahmat ustoz. Biz Titandan skandiy o'sha davriy jadvaldagi bitta davr joylashgan sababli va yonmaydigan sababli biz ularni tanlab olgandik. Biz oldin taxmin qilgandikki, bu metallar jadvalda yonmay turgani sababli ularni aniqlashda biz bitta rent qo'ydik. So'z rahmat. Davriy jadvalda bu metallar yonma joylashgan sababli ularni tanlab olgandik. Bundan maqsadimiz biz shu ikkala metal uchun bitta rent qo'llamoqchi edik. Shunaqa rejamiz bor edi. Lekin ular hozir yomon bo'lishiga qaramasdan ular zarar qilichi bo'lgani sababli biz ularga bitta rent qo'llay olmadik va har bitta metal uchun alohida rent olishga to'g'ri keldi. So'z rahmat. Biza titan xlor-tor ishlatganmiz. Skandiy bo'yicha bo'lsa, skandiy 3 nitrat olingan.
Çünkü arkadaşlar kereydiğinden fazla otuzda ulan belki doğru. Organizar, como graça na primeira semana da comissão de paisagem. O atrasa para a tipo de dívidas. A tipo. Basta que eu possa ter todo o dinheiro. Então, nós estamos a estudar alguns. Então, o dia, Boshqa rahmat. Demak, bizda kompleks hosil bo'lgan vaqtda, masalan, Titan misolini ko'rib chiqdik. Titan to'g'ri kompleks berdi. Biz shu analiz majbur qilganimizda shunga xulosaga keldikki, Titan to'g'ri hozirligi ziyada bo'lsa potensial boshqa hisoblanadi va shuni hisobiga ziyada bo'lsa ekranchilik tomonga siljish hisobiga kompleks rangi reagent o'zida boshqacharoq bo'lib chiqadi. Aksine 3 tane skanzi misolida gapirsak, bu yerda ham skanzi Sizden kaynaklar bu işler olur. Neden bu işler? Neden bu işler? Çünkü yazıklıca çünkü ana sosyal değerler. Tabii ki perspektif bir soru yapmışsınız. bizi Hastanede bir doğru. biz hisoblaymizki, Titan kompleks hosil bo'lgan vaqtida shu D keladi. Tangan shunga o'xshash holat kuzatiladi va demek bizga ko'ngil hozirlik bo'yicha gapirsak, Titan a'zo guruh va ayni guruh o'rtasida bo'lishadi. Undan a'zolikka karatgan bog' yopiladi. Titanni keyingi bog'lar o'tishadi. O'sha bog' o'tmasa hayot bilan bog'lanadi. Aksnazar misolida gapirsak, aksnazar skansiga aslan guruhiga osh bu osh guruhi hamda delta guruhiga hamda skanzada komplekska strukturgacha qo'yiladi. Bu Oğlan bilen ana şu modelaringiz qaysi yuqori balandlikda bog'lanadi? Bular iddalar bilan argument hosil qilishda qatnashmaydi.
Demek bize immobilizatsiya to'xtagan paytimizda reagentni bir ko'paytirib o'ndan sinch berish edi. Etmasdan avomimizni 10 va bu etmaga 0,2 bilan to'lamiz, shiromimizni 0,2 bilan to'lamiz. Va shunaqa immobilizatsiya og'ir. Ya'ni 10 millilitr reagent etmasi adashmasam bizlar işte bu bir ikki sifatda bor. Masa titanları bunu kutular gereksen bu titanları koruyan boğaları yapıyorum başka Kompleksi, dapat benar dapat sempurna maksudnya kompleksi, apa pun dapat selalu bizi turli transport kompleksini mesela şu tuvalete metal kameradan program qo'shib bordik. Ya'ni metal aksiyani oshirib borish orqali o'sha rang turli bo'lgan kompleks olganmiz va ularni o'sha yo'l qaytarish orqali shu narsalarni topganmiz. Metal yetmasdi. Çünkü mesela to'lamizni metal o'sha metal o'zgartirib bordik. Har safar aytmadik va olingan o'tgan to'llar o'sha rangini o'lchadik, yo'l qaytarishda to'llar solishtirib, to'lni qo'shib olib topganmiz. Formulasini ko'rsam bo'ladimi? Bizi ularni aniqlashda qaysi metal
Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Tak, to za dokument. Yes, associate with the president is. Były pytające. Demek bizlar to'g'ri o'zi orasida vaqtda bunda jazaki shu benzolki o'yinchi siymo yo'q. Lekin investigiyamizdan keyin o'sha benzolki o'yinchi sotsiallarni hamda aytadi sanatlar biz aspektida ular ko'p o'rgangan keyin bizda cihazimizni sinovlar protsessida bizni o'rganib chiqqanimizda bunaqangi сочетание 15 yuqori sotish Parti bizni ishimizni asosan avvalo faolligi regan filmga olganmiz va shundan keyin shu malikatsiya faolani metal tushirish orqali uni komputerga topyapmiz. Lekin hozir ustoz mas'ul dedik nisbati va ichki analizni qarash orqali uni chiqarishimiz mumkin va siz savolingiz bo'yicha bu slaydimizni ko'rsatadiki bu analizlar o'zgargan konstruktorli metal erkasiga o'zgaruvchan o'sha reagent qo'shish orqali komplekser nur yutushliklar o'rganilgan va shu vaqtda eritmadagi metal konstruksiyasi bizni qo'shgan reagent bilan birga bo'lgan nisbatda eng yuqori pikni olganmiz va reagentni qancha oshirganimizda bu pikni biroz pasayish qildi va shuni hisobiga biz kompleksimizni birga bir sifatida birgatib hisoblaymiz. Çok so'roqlar bizni erkinda aniqlaganimizdan keyin bizni shu metalda degan har doim birga hisoblaganmiz va keyinchalik masalan malikatsiya to'ladan kompyuter olishimizda metalni ko'proq qo'shib
hamda muhokama o'tkazish bo'yicha o'rganishlar o'tmaganmiz, lekin keyinchalik munosabatga olib o'qiy olamiz. Avvalroq ana endi ishlab chiqaruvchimiz savollar davomli bor. Endilikda shu eng katta rol o'ynaydi. Mana shu siz aniqlaganingizdek shu zamonaviy ustunlarga biror joyda olishga ko'rdingizmi? Hech foizli farq bo'ladi. Hatto professor aytibdimi? Va ACB to'g'risida o'zingizga ertmada chetdan bor. Sizga buncha chiqdi, buncha chiqdi. Tutuq slaydimizda rejali yo'q, lekin o'zi bor. Ancha foizda olgansiz. Hop, siz aytib o'tgan metodlar rostdan bizga ancha aniq natijalar beradi. Sanki aniqroq. Yo'q, siz aytgan o'sha ICP hamda o'sha atom emissiya analizida bizga aniqroq bo'ldi, bu metal miqdorini. Lekin bizni metodda bir afzal tomondan bittasi, bizni metodga masalan tanlash yuqori bo'lgan analiz priborlar kerak bo'lmaydi. Ya'ni bu metodimizda o'sha ancha katta pribor sifat orqali aniqlasa bo'ladi metallarni. Buni azaliy shuni hisoblaymiz. ICB'de değişim giderse de mesela bunca nasıl alışmışsın çıktıklarını. Kendine gerekmedi. Yolunu bağla var mesela. Ayettiğimiz aralığı olan amine gruplarıyla yani ortamına karşılığı destekliyiz. Ama malumattan ki 8 Milletimizden çıkardı. Bulmuş boşlarıyla Arkadaşlar, hani gönlü bağlıgetten kimse derleri çıkarayım nokta, bunların orası bağlar. Ama vardı, kahve var, bu kadar korkmayın. Ben kendi kadarını korku olduğu için de konuşmam derler. En küçük eğlenceleri bana gösteriyor. Bize Bana şöyle oldu, gerekme derken, kendi kadarını bir yüz bölümünde gitme, bir yüz bir işime. agar bizni reagent eritmasdan foydalansak, ya'ni immobillanmasdan foydalansak, titanni 60 mikrometrga orttirishimiz mumkin. Agar immobilizatsiya Immobilizatsiya o'tkazilsa, titanni 8 mikrometrga orttirish mumkin. Endi sekasiya bo'yicha yillarlar va yillar standartida yetak tashkilot va direktoratiga kelgan mulohazalar. Yetakchi tashkilot sifatida Sirdaryo ish direktorati O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi umumiy tayyorgarlik kimyo institutining kengaytirilgan ilmiy seminarida muhokama etilgan. 2026 sonda bayonnomasida qayd etilgan. Ilmiy seminar raisi professor Adizov va taxsuschi nano va kompozitsion material laboratoriyasi mudiri Yakubov, professor kimyo fanlari doktor professor Yakubov tomonidan ijobiy xulosalar berilgan va ayrim kamchiliklar va takliflar keltirilgan. Birinchi, sarben sifatida qo'llanilgan ipak fibrin haqida yetarlicha ma'lumotlar keltirilmagan. Ipak fibrin, titan va boshqa metall yo'llarini yoki anionlarini so'rib haqida ma'lumotlar yo'q. Ikkinchi,
Tolaga imobillangan reagentning titan 4 ionlari bilan kompleks hozir qilish mexanizmi yetarlicha yoritilmagan. Kompleks qanday kimyoviy bog'lanishlar hisobiga hosil bo'lish haqidagi ma'lumotlar yetarli emas. Dissertatsiyada ishlab chiqilgan uslub amaldagi usullar bilan qiyosiy jadval ko'rinishida solishtirilmagan. Uslublarning selektivligi, aniqlash oraliqlari, analiz vaqtlari va boshqa ko'rsatkichlar amaldagi bilan solishtirilmagan. Bu sababli ishlab chiqilgan uslubning asosiy ustunlik va kamchiligi yetarli yoritilmagan. 4. Sorbentdan qayta foydalanish imkoniyati bor yoki yo'qligi haqida ma'lumotlar keltirilmagan. Sorbentni saqlash muddati haqida ma'lumotlar keltirilgan. 5. Dissertatsiyaning xulosa qismida ishlab chiqilgan metodikaning cheklanishi, kelajak istiqbollari va Ibrahim sorbenti boshqa materiallarni aniqlashga, metallarni aniqlashda tatbiq etish imkoniyati urg'u berilmagan. 6. Dissertatsiya referatining ayrim joyda grammatik, stilistik va ortografik xatoliklar uchraydi. Dissertatsiya avtoreferatiga quyidagi mutaxassislar taqdirga olingan. Birinchi taqriz Birlashgan yadro tadqiqotlar instituti, yadro muammolari laboratoriyasi, yadro spektroskopiyasi va radiokimyo ilmiy eksperimental bo'lim katta ilmiy xodimi, radiokimyo ixtisosligi bo'yicha kimyofarlar nomzodi Rahimov Alimardon Vosipovdan keltirilgan taqriz ijobi quyidagi taklif va kamchiliklar keltirilgan. Существенных замечаний у меня в тексте автореферат нет. Учитывая некоторые формулировки по всему тексту и выводам. Ikkinchi taqriz Belarus Milliy fanlar akademiyasining yangi materiallar kimyosi instituti direktori. Кроме того, республика Узбекистан реализует проектные программы по освоению, насаждению и развитию добычи критически важных металлов, включая титан и редкие металлы, что повышает актуальность разработки чувствительных и статистических методов их контроля. Второе. Мы обязательно учтем данные замечания и исправим грамматические ошибки и акценты. Екінші тақырыз Navoiy davlat qonunchilik va texnologiya instituti kimyoviy texnologiya kafedra professori, kimyo fanlari doktori B.F. Muqaddimov kafedrasi kamchilik javobi. Mazkur e'tirof o'rinli kelgusida mazkur qiyosiy ma'lumotlarni umumlashtirilgan solishtirma jadval ko'rinishida taqdim etish va aksiyadagi mazralganda xizmat qiladi. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Firuzlar shukur Abdujallolovni titan to'rtlaskandik 3 ionlarni saksion spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish mavzusidagi analitik kimyo ixtisosligida kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktorlik darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi bilan yaxshilab tanishib chiqdim. Dissertatsiya juda yaxshi yozilgan. Dissertatsiya mavzusi ham zarur, ham dolzarb. Chunki titan skandek metallari hozirgi kunda yuqori temperaturada ishlaydigan issiqlikka chidamli material olishdagi eng asosiy xomashyolardan biri hisoblanadi. Hattoki mana shu kosmik apparatlarda ham pozitiv titandan yasaladi. Bu yerda titanni tozalik darajasi qanchalik bo'lsa, u shunchalik temperaturaga ishlanishlarga chidamli. Buning uchun zamonaviy ishlab chiqarishda issiqlikka chidamli kompozit
yaratışta skandiy ve titan metallarını orada yıkıyoruz. Bu metallarını işlep çıkarışını orta barışı bilen atraf muhtarlıklarda ularını anıtlaş usullerini işlep çıkış zamanı yani kimyanın orada türden dollar muammalardan biriga aylanib qolmoqda. Tarkibida modifikatsiyalangan organik reagentlar saqlagan yangi serpintlarni qo'llash bu sohada yuqori samarali usullardan biri hisoblanadi. Respublikamizda ko'proq va texnologik usullar tarkibidagi skandiy va titan ionlarini ajratish va aniqlashni samarali ekspress va tejamkor usullarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Atrof muhtarlıklarda skandiy va titan ionlarini aniqlashni zamonaviy sorpsion spektroskopik usullarni rivojlantirish ve alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur dissertatsiya ishi respublika fan va texnologiyalarini kimyoviy texnologiyalar va nanotexnologiyalar ustuvor yo'nalishlariga muvofiq bajarilgan. Organizmdan yillik darajasiga keladigan bo'lsak, turli matrisalarda immobillangan organik reagentlar yordamida tahlil qilish tezkor yuqori selektiv sorpsion spektroskopik usullarni ishlab chiqarish bo'yicha dunyoni yetakchi ilmiy tadqiqot markazlari orasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan respublikamizda ham shu sohadagi tadqiqotlar rivojlanmoqda. Tadqiqot O'zbekiston Milliy universitetining analitika kafedrasi ilmiy tadqiqot strategiyasiga muvofiq bajarilgan. İşte maqsadi atrof muhtarlıklarda skandiy va titan ionlarini organik reagentlar yordamida sorpsion spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat. Skandiy va titan ionlarini aniqlash uchun selektiv organik reagentlar tanlash, immobillangan organik reagentlarni skandiy va titan ionlari bilan kompleks hosil qilishni ma'qul sharoitlarni tanlash, skandiy va titan ionlarini aniqlash uchun sorpsion spektroskopik usullar ishlab chiqilgan usullarni turli atrof muhtarlıklarda xususan suv havzalarida tahlil qilishga tatbiq etishdan iborat. Tadqiqot ilmiy yangiliklari quyidagilar. İlk bor ipak gübreyini kolasiga arsinoza 3 va konga qizili reagentlari immobillanib, skandiy va titan ionlarini aniqlash uchun yangi gibrid sorpsion spektroskopik tizim ishlab chiqilgan. Skandiy arsinoza 3 va titan konga qizili komplekslarini bazadagi barqarorlik konstantalari ilk bor hisoblanib, ularning qiymatlari muvofiq ravishda 595, 10 va 98, 11 ga tengligi aniqlangan. Skandiy va titan ionlarini aniqlashni yangi sorpsion spektroskopik metodikasi ishlab chiqilib, aniqlashni quyi chegaralari muvofiq ravishda 5 va 8 mikrogram metrga yetkazilgan. Nisbiy standart cheklanish esa 0,37 dan oshmaydi. Skanerlovchi elektron mikroskop, infraqizil spektroskopiyasi, rentgen fluoressensi tahlil natijalari asosida skandiy va titan ionlari immobillangan reagentlar bilan hosil qilingan komplekslar tarkibi va tuzilishi tasdiqlanib, salbiy tarkibda skandiy va titan miqdori mos ravishda 618 va 2,9% ekanligi isbotlangan. Tadqiqot natijalarini ishonchli bo'lib keladigan bo'lsak, zamonaviy tahlil usullari, infraqizil spektroskopiya, skannerlovchi elektron mikroskopiya, rentgen fluoressensi tahlil, molekulyar va atom absorpsion spektroskopiya yordamida olingan tajriba natijalari bilan tasdiqlanadi. Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati quyidagilardan. Tadqiqot natijalarini ilmiy ahamiyati ipak gübreyliga arsinoza 3 hamda konga qizili reagentlarini immobilizatsiyalanish qonuniyatlarini aniqlash,
Skandinavik ve Titan bu iyonlarını aniqlashda selektivlikni oshirish hamda mikrologik tavsiflarni yaxshilash bilan belgilanadi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati imobillangan arsenal 3 va Konga qizili yordamida Skandinav 3 va Titan iyonlarini aniqlashni ishlab chiqilgan satyon spektroskopik metodikalardan atrof obyektlarda foydalanishi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarini joriy qilinishi. Sanoat oqova suvlardan Skandinav 3 va Titan iyonlarini aniqlashni satyon spektroskopik usulni ishlab bo'yicha olingan tadqiqot natijalari asosida imobillangan arsenal 3 va Konga qizili reagentlari yordamida Skandinav va Titan iyonlarini aniqlashni gibrid satyon spektroskopik usuli metodikalari Elektrokimyo zavod aksionerlik jamiyati amaliyotida qo'llanilgan, tegishli ma'lumotnomalar olingan. Natijada taklif etilgan gibrid satyon spektroskopik usullarni tajriba natijalari boshqa spektroskopik usullar bilan qiyoslanganda sezgirlik 10 martaga yaxshilanganligi isbotlangan. Imobillangan arsenal 3 va Konga qizili reagentlari yordamida Skandinav va Titan iyonlarini aniqlash usuli maqsad inchiji O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasida tahlil laboratoriyasida oqova suvlar tahlili jarayonida Skandinav va Titan iyonlarini aniqlash obyektlarini tahlil qilishda sinovdan o'tkazilgan va qo'llash uchun tavsiya etilgan. Aprobatsiyasiga keladigan bo'lsak, mazkur tadqiqot ishlari ortida jumladan 3 ta xalqaro va 3 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida ma'ruza qilingan va muhokamadan o'tgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 11 ta ilmiy ish chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi falsafa doktori qo'yishli ilmiy darajasini olish uchun tavsiya etilgan nashrlarda 5 ta ilmiy maqola, jumladan 2 ta respublika va 2 ta xorijiy jurnallarda chop etilgan. Dissertatsiyaning hajmi 111 ni tashkil etadi. İşte kirish qismida dissertatsiya mavzusini dolzarbligi va zarurati, tadqiqotning maqsad va vazifalari asoslanib berilgan, tadqiqotning obyekti va predmeti tavsiflangan, tadqiqotlarning ilmiy yangiligi va amaliy natijalari keltirilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobi adabiyotlar sharhiga bag'ishlangan. Ikkinchi bobda kerakli asbob uskunalar, standartlar erishmalarini tayyorlash, metal iyonlarni aniqlash usullari keltirilgan. Dissertatsiyaning 3. bobida arsenal 3 reagenti Skandinav 3 iyonlari bilan kompleks hosil qilishni optimal sharoitlari o'rganilgan. Ishning 4. bobida arsenal 3 va Konga qizil reagentlari bilan optimal qo'shuvchi tanlash imobillash uchun zarur muhit va haqida ma'lumotlar keltirilgan. 4. bobning oxirida ishlab chiqilgan satyon spektroskopik usulni qo'llanishi haqida tegishli xulosalar berilgan. Dissertatsiya ishi yuqori saviyada ilmiy va amaliy hamda eksperimental darajada bajarilgan. Dissertatsiya va avtoritetni yutuqlari bilan bir qatorda quyidagi kamchilik va tavsiyalarni aytib o'tish mumkin. Birinchi, sargin sifatida qo'yilgan ipak fibrayni haqida yetarlicha ma'lumotlar keltirilmagan. Ipak fibrayni titan va boshqa metal iyonlari yoki anionlarni sortsiyalash darajasi haqida ma'lumotlar yo'q. Qolaga imobillangan reagentni titan tur iyonlari bilan kompleks hosil qilish mexanizmi yetarlicha yoritilmagan. Kompleks qanday kimyoviy bog'lanishlar hisobga hosil bo'lishi haqida ma'lumotlar yetarli emas. Dissertatsiya ishida ishlab chiqilgan uslub amaldagi uslublar bilan jadval ko'rinishda solishtirilmagan. Uslublarni selektivligini aniqlash oraliqlari, aniqlash vaqtlari va boshqa ko'rsatkichlari amaldagi uslublar bilan solishtirilganda maqsadga muvofiq bo'ladi. Ishlab chiqilgan metodika qanday kamchiliklarga ega ekanligi ko'rsatilmagan. Dissertatsiya ishida jadval
ishida analizga qaysi yo'llar talab berishi alohida ta'kidlab o'tilmagan. Dissertatsiya va avtoriteratni ayrim joylarda grammatik stilistik va ortografik xatolar uchraydi. Yuqorida keltirib o'tilgan taklif hamda kamchiliklar bu dissertatsiya va avtoriteratni saviyasiga, mazmun mohiyati va umumiy salohiyatiga ta'sir qilmaydi. Uni qator qiymatini kamaytirdi. G'ofurov Abdushukur Abdujalol o'g'lini 02.00.02 analitika ixtisosligida Titan 4 va Stanley 3 ionlarni sapsion spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori quyidagi ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya ishida mavzuni dolzarbligi va zarurati, maqsad vazifalari, ilmiy yangiliklari, ilmiy amaliy ahamiyati, tadqiqot natijalarini joriy etilganligi, chop etilgan ilmiy ishlari, dissertatsiya va avtoriteratni asosiy ishlarida, dissertatsiya va avtoriteratni asosiy natijalari aks etgan. 02.00 analitika ixtisosiga mos keladi hamda oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi. Dissertant G'ofurov Abdushukur Abdujalol o'g'lini 02.00.02 analitika ixtisosligida kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman va taqdim qilingan ishni qo'llab-quvvatlayman. Avvalambor, hurmatli professor, ustozimiz Ergashboy Abdurahmonov mening dissertatsiya ishim va avtor bilan tanishib, o'zimning hurmatli bilganlikka o'zimni chuqur minnatdorchilik bildiraman va sizlarning bilan keltirgan o'z fikrimni bildirsam. Birinchi kursda tanishlikka javob. Dissertatsiyada Ipay TV'ni asosan sifatida ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning asosiy urg'u Ipay TV'ning sakson hosilani o'rganishga emas, balki uning yuzasida immunizatsiyaning asnada uch va qo'lga qizili registratsiya asosida Skype uchida to'rt yo'nalish sakson aniqlash uchun yozishlarning sababli Ipay TV'ning tolasining turli funksiyon va aynan sabzavotlar batafsil o'rganilmagan. Kelgusida Ibrahimning turli metall yo'llari va ayollarga nisbatan statistika haqida hamda sessiyalarda tasdiqlash orqali ishlarimizni yanada yangi mavzular boyitishni qilamiz. Ikkinchi, uchinchi va beshinchi sanatga o'rin keltirilgan ular albatta qo'lga olaman. To'rtinchi kursga tanishlikka javob. Mazkur e'tirof o'rinli ishlab chiqilgan metodikaning afzalliklariga asosan e'tibor qaratgan sababli uning ayrim cheklovlari haqida bayon etilmagan. Shuni ta'kidlash joizki, tavsiya etilgan usulning qo'llanilish tahlili muhitning kurash qiymati, ayrim haq beruvchi yo'llarning mavjudligi, mavzuga bog'liq. Shu bois optimal sharoitlarda qo'llanilganda yuqori suvberlik va ishonchni ta'minlaydi. Mazkur e'tiroz keyingi ishlarimizni yangi takomillashtirishda inobatga olinadi hamda metodikaning qo'llanish chegaralari va mavjud cheklovlarni batafsil yoritishga xizmat qiladi. Oltinchi tanishlik o'rinli imkon qadar avtoriterat va dissertatsiyada imloviy, grammatik va stilistik xatolar to'siq qildik. Keyingi ishlarimizni ushbu kamchilikni inobatga oladi. Siz rasmiy Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Mana bugun biz Abdushukur
Oxuribdi, Titan va Skandi yo'llarida hisobsiz mikroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish mavzusidagi analitik kimyo ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari ixtisosligi bilan falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishining asosiy qismlaridan tanishib chiqdik. Albatta, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Titan va Skandi yo'llarini hisobsiz mikroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish bo'yicha asosiy qiyinchiliklar bu ushbu ikki ilmiyni analitik reaksiyalarning murakkabligi, ularni bir-biridan ajratishdagi qiyinchiliklar hamda sorbent fazasida biosdan farqli qilish usullarining yetarlicha rivojlanmaganligidan bog'liq. Titan va Skandi yo'llari suvli yutmalarda gidrolizga kompleks hosil qilishga juda moyil hisoblanadi. Shuning uchun meteorologik xususiyatlarga ega bo'lgan va tabiiy obyektlarni aniqlash imkonini beradigan murakkab kimyo tarkibiga obyektlarda Titan va Skandi yo'llarini aniqlash usullarini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarblikka qolmoqda. Hozirgina birinchi tahlilchi professor Ibrohim Abdurahmon yuzasidan batafsil ma'lumotlarni chiqdilar. Agar ruxsat bersalarning man kamchilik va xulosalarni dissertatsiya asosidagi yutuqlari yangiliklaridan bir qatorda ayrim kamchiliklar tavsiyalar mavjud. Birinchisi, dissertatsiyaning birinchi bobida asosiy urg'u Skandi yo'lni topishga berilgan bo'lib, Titan haqida ma'lumotlar nisbatan kam keltirilgan. Ikkinchi, dissertatsiyada Titan va Skandi yo'llarini aniqlash uchun ishlab chiqilgan usullar amaldagi usullardan solishtirilgan. Uchinchisi, dissertatsiya ishida infraksiz fikrlar mavjud, lekin ularning tahlili to'liq yoritilmagan. To'rtinchisi, sorbentdan qayta foydalanish imkoniyati bor yoki yo'qligi hamda sorbentni saqlash muddati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Beshinchisi, dissertatsiyaning xulosa qismida ishlab chiqilgan metodikaning cheklanishlari, kelajak istiqbollari va ipak sorbentlarni boshqa metallarni aniqlashga tatbiq etish imkoniyatlari haqida ma'lumot keltirilgan. Oltinchisi, dissertatsiya orqali bu ayrim joylarda grammatik, stilistik afalar xatoliklar uchraydi. Yuqorida keltirilgan kamchiliklar hamda takliflar dissertatsiya va avtoritetning saviyasiga, mazmun mohiyatiga va umumiy salohiyatga ta'sir qilmaydi. Uning hazil qiymatini kamaytirdi. G'ofurov Abdujalol o'g'lining yo'lik analitik kimyo ixtisosligidan kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan Titan va Skandi yo'llarini hisobsiz mikroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish mavzusidagi dissertatsiya ishi dolzarbligi, ilmiy yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyati, joriy qilinganligi va bajarilgan ishlar hajmi jihatdan O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi falsafa doktori dissertatsiyaga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Buning muallifi esa yo'llik analitik kimyo ixtisosligidan kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblanadi. Tahlilchi Sulton. Avvalambor, hurmatli professor Marat Rizayevich, mening dissertatsiya ishim va avtor bilan tanishib, o'zingizning hurmatli bitirishga o'zimni muntazam bildiraman va so'zlaringizdan gapning kamchiligi 30 kun bildirsam. Birinchi kamchilik ijobiy. Mazkur e'tirof o'rinli. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Skandi yo'llarini aniqlashga oid metodlar soni ko'p bo'lgani sababli dissertatsiyaning birinchi bobida ushbu yo'nalishdagi ishlanmalar va ularning natijalari batafsil yoritildi. Titan to'g'ri yo'llarni aniqlashga oid ilmiy manba esa nisbatan kam bo'lib, mavjud adabiyotlarda asosan ayrim usullar yoki alohida jihatlar yoritilgan. Shu sababli birinchi bobda Titan to'g'ri yo'llariga oid adabiyotlar mavjud ilmiy manbalar doirasida tahlil qilindi. Ikkinchi kamchilikka roziman. Keyingi ishlarimizni hisobga olamiz. Uchinchi kamchilik ijobiy. Mazkur e'tiroz o'rinli. Dissertatsiyada infraqizil spektrlar asosida reagen tarkibidagi asosiy funksiyalar hamda Skandi 3 va Titan to'g'ri yo'llari bilan kompleks hosil bo'lish tasdiqlovchi aniq faktorga yutilish holatlari tahlil qilingan. Biroq har bir yutilish falsafasining o'zgarishi, ularning sizish sabablari va izohlanmagan. Mazkur e'tiroz dissertatsiyani takrorlash inobatga olinadi hamda spektrlardagi barcha xarakterik
xalqning sizish sabablari va ularning turtib qo'shmog'i bilan bog'liq batafsilroq ta'rif qilinadi. 4-chi kamchilikka javoban. 4-chi kamchilikka javoban. Dissertatsiyaning asosiy boblarida yangi sarson stentoskopik usuldagi immobilizatsiya va analiz o'tkazishning optimal sharoitlarini aniqlash yozilganligi sababli regeneratsiya va uzoq muddat saqlash masalasi batafsil yozilmagan. Tajribalarda nizam tizimda yordamida reagentlar resurslashga urinishlar ipak tufaylining degradatsiyaga olib kelishi aniqlangan. Shu sababli mazkur sovet bir martalik ekologik xavfsiz analitik material tavsiya qilingan. 5-chi kamchilik o'rinli immobilizatsiyaning ipak tufayli asosidagi sarson stentoskopik usuldagi boshqa reagentlar foydalangan holda boshqa materiallarning funksiyasini hosil qilish va yangi usullar ishlab chiqish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, usulni kvalitativ optik analiz va ekspress ekologik monitoring tizimlarini tatbiq etish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Bu yo'nalishlar kelgusi ilmiy izlash uchun asosiy hisoblanadi. 6-chi kamchilik o'rinli imkon qadar avtoritar va dissertatsiyada imloviy va grammatik stilistik xatolar o'tkazish harakat qildik. Keyingi ishlarimizda shu kamchiliklarni olamiz. Endi organ a'zolaridan san'at usulida teng dissertatsiya va darsdan
Ma işin istesen, bu aslında bir orderası var. Bu işi var. Endi ma'lumotlar hisob komissiyasi va a'zolari bilan istifada olishimiz kerak. Unda qanday tadbirlar bor? Juda yaxshi savollar bergan. A'zolari
Комиссия bersyukur dialog umum penyampaian berita falsafah dokter fizikal validasi oleh penelitian serta setelah yang sedang dilakukan sama Thailand. Ini dilihat bagaimana kita ibarat khas pelajar. Ini tinggalkan kebijakan kalau awas popülasyon terarışta hiç kurtulmayan. Dan majlisler kengash a'zolaridan 18 kishi, hududlardan boshqalardan separatiya topilib o'tgan 5 nafar fan doktorlari qatnashdilar. 12 ta bo'lakda tarqatildi, 4 ta bo'lakda tarqatilmay qoldi. Ikkada 12 aniqlandi. Ovoz berish natijalari G'afurov Abdushukur Abdujalol o'g'liga piyozalari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha aplikasiya berilgan. Tarafdorlar 12 100%, qarshilar Rahmat hukumatlar, kengashlar, Islom komissiyasining barcha asas standartlar, demek asas standartlarımız ve istikrasyon tahsili bilgilerine çıkarıyoruz. Bu aradaki mutlaka istikrasyon tahsili bilgileri boyunca bazı kursa olan bir çıkartma. Rahmat Ravazan Hasman'dır. Disertasyon ortaklığı muhakkaklarının için disertasyon ilmi rakılarını kavramlarına ilk işleri dersin ortaklığı. Makamat yakını sözsüz geldi.
bugungi yig'ilishda qatnashgan barcha o'qituvchilarga bildiraman. Va o'zimni ilmiy rahbarim Ismoil Hasanov shu prezidentdan to'g'ri topishimdan boshlab toki qadam o'zlari maslahatlari odamlar ayirmasdan qo'yib albatta bildiraman. Shuningdek, analiz kimyo ustozlar va har doim yordam berib kimyo o'zini bildiraman. Hamda bugungi yig'ilishda ishtirok etgan barchaga ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari, shuningdek yetakchi tashkilot va o'sha ta'sir bergan barchaga o'ziga tashrifligi va sog'liq uchun o'zini bildiraman. Hammaga rahmat. Birinchi majlisimizda hammaga ishtirok etib rahmat. Keyingi majlisimizda Majlisda